Qalbni buzadigan illatlar. Mana hozir qalbning kasalliklarini sanadik, endi shu qalbimizni kasallikka olib keladigan omillar ham bor ekan. Ularni ham bilib qo'yishimiz kerak. Qalbning kasal bo'lishiga zamin yaratadigan birinchi holat bu qalb ilmidan g'ofillik. Qalb kasalliklarini bilmaslik va qalb ilmiga shug'ullanmaslik qalbning fasodga uchrashidagi eng asosiy sabab. Qalbingiz, mana jismimizni biz o'rganamiz, doim o'rganib yuramiz. Nima qilamiz? Qachon qarasa bu vitamin jismga foyda, mana bu mikrob zarar. Doim jismimiz bilan hisoblashamiz. Uni uzoq yashashi uchun harakat qilamiz. Sog'lom bo'lishi uchun choralar ko'ramiz. Lekin o'zimizga savol beraylikchi, qalbga kasalliklar bor, qalbda qalb kasalliklarining ilmi haqida, turlari haqida o'ylaganmizmi? Qachon bo'lsa qalbim pok deb bayrog'ini ko'tarib yuraverganmiz. To'g'rimi? Aytayaptilar-ki, qalbning g'aflatga tushib buzilishining birinchi qadami shu qalb ilmiga beparvolik. Lekin biz afsuski qalb ilmiga juda shug'ullanishimiz kam. Tasavvuf aynan qalb ilmiga shug'ullanadigan soha. Hozir mana nima desa bo'ladi? Cho'loq desiz ham juda o'xshamaydi. Salkam o'lik. Chunki qalbni murabbiylari juda noyob. Juda noyob. Ikkinchisi deydilar, qalbni kasal qiladigan ishlardan biri fitna. Fitna deganda biz faqat haligi siyosiy narsani tushunmasligimiz kerak. Fitna juda keng narsa. Siyosiy mazmundagi fitna ham fitna. Iymonda shubhaga soladigan so'zlar ham fitna. Diningizda sizni chalg'itadigan gaplari ham, buzuq e'tiqodlar ham fitna. Shu bilan birga fahsh, buzuqlik ham fitna. Qalbimizga eng ko'p ta'sir qiladigan bugungi yomon fitna mana shu fahsh, buzuqlik. Muhtaram azizlar, biz ochiq sahnalarga ko'p ko'zimiz tushganidan shu muhitga ancha ko'nikib qolganmiz. Agar shu muhitdan siz pokizaroq bir uzlatdami, pokizaroq muhitda bir o'zingizni tajribada sinab ko'ring, qalbingiz qanchalar bir xotirjam bo'ladi. Qalbingiz qanchalar xotirjam, qanchalar poklanadi. Bu narsalarda eng katta mas'uliyat avvalo erkaklarimizga bosh bo'lib turgan ayollarimizda, ayollarga bosh bo'lib turgan erkaklar. Uzr, to'g'risini aytib o'ribman. Hali Hazrat Alining gaplarida til toyilganda to'g'risini aytadi dedilar. Til toyilib to'g'risini aytib o'rdik, lekin ikkalasi ham ayollarimizga bosh bo'lib turgan erkaklarimizda ham, men ayollarimizni ehtiyot qilib avval erkaklardan boshlagan edim. Asli ayollarda. Kim ularga ishtonni yesh deyapti? Misol uchun, kim ularga mana shunaqa birovlarni ko'zini o'ynatadigan kiying deb kim majburlayapti? Kim uni rasmini internetga qo'y deb kim unga buyruq qilyapti? O'zi qilyapti. Hech kim majburlamaydi buni. Hech kim aytayotgani yo'q. Hatto katta minbarlarda turib ko'pchilik mas'ul kishilar aytayapti. "Voy, qaranglar, bunaqada bo'lmaydi" deyapti. Ayol kishiga fitnalanish, mana shu ular ayol kishining jamoliga fitnalanish qalbni eng yomon buzadigan illatlardan hisoblanadi. Shuning uchun Rasululloh akram alayhissalom aytganlarki, nomahramga nazar shaytonning o'qidir deganlar. O'q qayoqqa keladi? Qalbga tegadi. Nomahramga nazardan o'zingizni tiysangiz va bunga ayollarimiz erkaklarga yordam bersa, nihoyatda qalb tozalanishida juda katta bir muammoni hal qilgan bo'lamiz.
Buni siz pokiza muhitda o'zingiz sinasangiz bo'ladi. Ramazonda masalan uyda e'tikof o'tirib ibodat bilan mashg'ul bo'lasiz, ya'ni o'zingiz bilan mashg'ul bo'lasiz, juda sezasiz. Yo'inki mana umraga, hajga borayotgan kishilarimiz aytib kelishlari mumkin. Shariat ayollarga avratlarini to'sishni buyuradi. Qolganidan erkaklar nazarini tiyishi buyuriladi. Nimaga desa, ayollar avratini kerakli darajada to'ssa, nazarni tiyish oson bo'ladi. Mana shu narsada demak jamiyatdagi har bir shaxs o'zining mas'uliyatini his qilishi kerak. Endi ba'zi bir jamiyatlarda qalb, ruh haqida umuman tushuncha yo'q. Ular buni o'ylamaydi ham. U insoniy kamolot degan narsa haqida tashvish ham qilmaydi. Ularga bu mavzu hech ham qiziq emas. Lekin biz gapirishimizning sababi, biz mo'min musulmon o'laroq qalbdagi pokilik, qalbning yuksalishi haqida gapirganimizda bu mavzu bizga keng kerak bo'ladi. Shuning uchun hatto satr avratni qilganga o'xshagani bilan ham fitnaga soladigan kiyimni kiyib yurish bu ham durust emas. Aytmaslik kerak, bu endi ayollarni qamab qo'yish, 100 yil, 200 yil orqaga qaytarish emasmi desa yo'q. Ayollar satr avratda yursa hech qanaqa orqaga qaytib ketmaydi. Yuribdi qancha ayol, zamonda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Fan texnika rivojlanaveradi. Ilm fan rivojlanaveradi. Bu aloqasi yo'q. Ilm fan texnika rivojlanishga ayollarning ochiq yoki yopiq kiyinishining hech qanaqa aloqasi yo'q. Ongda, gap ongda. Ongi o'tkir rivojlangan bo'lsa bo'ldi. Ilmi ongi rivojlansa, u kiyimining ahamiyati yo'q. Butun dunyo shu fahamga o'tgan hozir. Lekin biz musulmon shaxs o'laroq, musulmonlar o'laroq kiyimda satr avratga amal qilamiz. Nega? Chunki qalbimiz pokligi uchun bu zarur. Uchinchisi, shubha va ma'siyatlarga aralashish qalbni buzadi. Ko'p g'aflatda yurish. To'rtinchisi, g'aflatda ko'p yurish degani odamlar mana bir xush kelganda, bir qalbi eriganda, otasi o'lganda qalbi erib qolib, ibodat qilib qo'yib, keyin yana g'aflatga kirib ketib qoladi-ku. Mana shu ko'p g'aflatda yurish qalbni demak nima qiladi? Buzadi. Shuning uchun namoz 5 mahal, bir kunda 5 mahal, har vaqtda o'qiladi. Nega? Qalbni g'aflatdan saqlash uchun. Nafs havoga ergashish qalbni buzadi. Nafs havoga ergashish juda keng mavzu. Buni hamchi mana shu nafs havoga ergashishda ham juda uzoq gapirsa bo'ladi. Endi vaqtimiz sig'maydi. Nafs havoga deganda faqatgina jinsiy maylni o'ylamaslik kerak. Havo e'tiqodda bo'ladi. Shaxsiyatni himoya qilishga bo'lgan urinishda bo'ladi. Yana shunga o'xshash ijtimoiy narsalarda ham havoga ergashish bo'ladi. Eng yomoni esa shahvatga berilishdagi havo. Yana havoga ergashish, masalan, aytadiki, endi deydi, men buni eplolmayapman, menga to'g'ri kelmayapti deydi. Havoga egilib qoladi. Bu odam qalbini qo'ldan boy berib qo'yadi. Harom yeyish ham qalbni buzadi. Shuning uchun hadisda ikkala mavzu ko'tarilyapti. Xo'p, yana yomon do'stlar ham qalbni buzadi. Agar qalbim yomonlikdan uzoqlashsin, poklansin desangiz, qalbi pok odamlarga intiling. Yomon odamlar qalbingizni buzadi. Oxirgisi, halol bo'lsa ham dunyoga ko'p mashg'ul bo'lish qalbni buzadi. Dunyoga muhabbat qalbni buzadi. Shuning uchun shariatda dunyoga muhabbatni kesadigan choralar bor. Zakot, sadaqa, xayriy ihsonlar mana shuni davolaydi. Biz endi keyingi mavzularda mana shunga ham to'xtalamiz.